Xulosa shuki, u zot o'z davrlarida qutblardan bo'lib, shu bilan u zotni yana ko'rish muyassar bo'lmadi. Lekin o'sha vaqtdan 2 yil o'tgach, radio orqali Afg'onistondan u zotning vafot qilganlari haqida xabar berildi. Bu ham u zotning karomatlaridan biri edi. Haqiqatdan ham janob Rasulullohning tavallud topgan joylarida haj mavsumida 7 iqlimdan kelgan qutblar jam bo'lar ekan. O'sha hovlida 6 kishi o'tirganini ko'rdim. Shularning 7-chisi Mullo Faqir ekanlar. Xulosai kalom shuki, men yana madrasada 1 yil o'qib, xatmi kitob qildim. Madrasa tarafidan ruxsat olib, dadamlarning vasiyatlariga binoan o'z mamlakatimga qaytmoqchi bo'ldim. Lekin mamlakatga ketish uchun katta mablag' kerak edi. Menda esa bu mablag' yo'q edi. Qanday qaytishga hayron bo'lib turgan edim. Shaharda bir ahli davlat kishi bor ekan, o'zi katta do'konning xo'jayini bo'lib, mozorda men xatmi Qur'on qilganimda iqtido qilib turgan ekan. Shu odam mening safar qilishimni eshitib, qancha mablag' kerak bo'lishini so'radi. Men aytdim, Hindiston rupiyasi hisobida 500 rupiya kerak dedim. Shunda u zot hamyonidan 500 rupiya chiqarib berdi. Yo'l xarajatlaridan ham xotirjam bo'ldim. Madrasadan shahodatnoma olib, domlalar bilan xayrlashib jo'nadim. Sheriklarimizdan Qashqarlik 2 tolibi ilm ham jo'nadi. Ular menga maslahat berib aytdilar: "Biz bilan Qashqarga boring. Agar Qashqarda qolishni istasangiz, biror madrasaga mudarris bo'lib qolasiz. Xohlasangiz Qashqardan uyingizga ketsangiz ham bo'ladi." Bu gap menga ham ma'qul bo'lib, ular bilan Qashqarga ketdim. Bir qashqarlikning uyida turdik. Ular ketish vaqtida chegara boshlig'iga uchrab, ijozatnoma olib, yo'lga chiqmoqchi bo'lishdi. Menga navbat kelganida u xodim mendan "Sen qayerdan?" deb so'radi. Men to'g'risini aytdim. Men Rossiya Turkistoniga qarashli Qo'qon shahridanman dedim. U xodim yana so'radi: "Sen Hindistonga qaysi yo'l bilan kelgansan?" Men aytdim: "Afg'oniston yo'li bilan kelganman." "Unday bo'lsa, o'sha yo'l bilan ketasan. Senga Qashqar yo'liga ruxsat yo'q" dedi. Shu bilan sheriklarim Qashqarga jo'nab ketishdi, men esa qoldim. Men qaytib Peshovor shahriga keldim. Bu yerdan Afg'onistonga o'tib Qobulga keldim. Peshovordan mashina qatnar ekan, Qobuldan mashinaga chiqib Jalolobodga keldim. Bu shaharda bundan 10 yil ilgari qozi domlamiz xizmatlarida turgan edim. Dilimdan o'tdiki, agar mashina 1 soat to'xtasa, qozi domlaning qabrlarini ziyorat qilar edim. Ammo ma'lum emas, mashina to'xtaydimi yo'qmi. Bu yerda bir voqea bo'lib qoldi. Bu ham qozi domlamizning karomatlaridan edi. Mashina buzilib qoldi.